Раз. Вот микрофон работает. Вот, я еще одно хочу добавить. Когда я Өзбекстанда иштеген кезде устаздын өтө көп пайдасы тийген. Именно биздин команданын курулушуна ал кезде статус жок болчу бизде, поэтому я очень уважаю этого лидера. Еще раз сильно похлопайте. Начинаем. Başlayayım. Видео. Lab. Başka çıkayım. Bismillahirrahmanirrahim. Mana O'zbekistondan, Qozog'istondan mana shu Grillik korporatsiyani ustunlari kelganiga, "Yo, men bu yerda o'zim ishimni tashiyman, bolalarni uyda qoldiraman, balkim qaynonamga chiroyli ovqat qilib, mana shu yerda shu treninglarni, bularni muvaffaqiyat yo'lini ko'rishga kelganingiz uchun rahmat, minnatdorman." Chunki qachondir mana shu hozir ustozlarimni istoriyalarini ko'rib biz ham mana shu yerga qaror berganmiz. Все, nima uchun men uyda o'tiribman? Nima uchun men qilmas ekanman? Nima uchun men hayotimni o'zgartirmayman? Nima uchun men sababchi bo'lmayman? Yaqinlarimni, qarindoshlarimni, o'rtoqlarimni, nafaqat o'zimni davlatlarimda, hamma davlatlarimga meni missiyam kirib, ishini taqdirlatib, ekoproduksiyani olib kirishga. Nimaga? Chunki men insonman, men musulmonman. Agar o'zim ximikatni ko'chaga chiqarib, o'zim zo'r mahsulot ishlatsam, no, yaqinlarim ximikatda toksinlardan allergiyaga bo'lyapti. Har xil kasallikka uchrayapti. O'tiribdi, bilmaydi qanday davolashga, aman egoist bo'lib o'tiramanmi? Faqat o'zim ishladim. Yo'q. Конечно, yo'q. Chunki menga Alloh berdi bu imkoniyatni. Men shu oyog'im tagiga olib kelib qo'ydi Grillik korporatsiyani, eko mahsulotlarni. Meni vazifam ha deydimi, yo'q deydimi, hay deydimi, kuladim ustidan. Men keturaman. Har bitta xonadonga aytaman shu Grillik mahsulotlar to'g'risida. Men shu Grillik imkoniyatlari to'g'risida, sayohatlarni to'g'risida, sizlarga berayotgan imkoniyatlarni, korporatsiya Grillik berayotgan imkoniyatlarni borib, baqirib, "Puskay meni nenormalni" deydi. Menga farqi yo'q. Kim meni ustiga kuladimi, nima qiladi? Meni missiyam mana mashinaga turib Qozog'iston bo'ladimi, Ozarbayjon bo'ladimi, Qirg'iziston bo'ladimi, Tojikiston bo'ladimi, Dog'iston bo'ladimi, meni farqi yo'q. Men o'sha yerga borib, mana shu informatsiya beraman. Qo'rqmayman. Sovuq bo'ladimi, yerda uxlaymanmi, bo'ron bo'ladimi, nima bo'lsa ham menga farqi yo'q. Chunki bu missiyam Alloh menga berdi. O'sha ustoz hozir aytgandek, 30% harakatimni qilaman. Prosta qilaman. Kutmayman manfaatimni. Kutmayman. Prosta atushi bor, shu informatsiyani beraman. Chunki bilaman, qachon siz yaqinlaringizga yaxshi narsani ravo qildingiz, chiroyli hayotni gapirganingizdan keyin prosta tak manfaatsiz Alloh ustoz aytgan
Почему я так говорю? Ko'pni, наверное, o'ylagandirda. Kimdir meni taniydi, mana liderlarimiz taniydi. No kimdir bormi meni birinchi marta ko'rganlar? Вы крутые! Sizlar supersiz. Rahmat sizlarga, boringlarga shukr. Nima uchun bunaqa gapiryapman? Uy bekalari bormi? Ama o'sha qo'limni ko'tarmayman. Chunki 2020-yilda mana ertaga tug'ilgan kunim 6-mayda mani ikkinchi tug'ilgan kunim. Birinchi tug'ilgan kunim onamlar tuqqan. Это 17 сентября 1970 год. Но faqat iltimos hisoblamaylik necha yoshdaman. Men 18 yoshdaman. Har doim shunaqa bo'laman. To'g'rimi? No, mani ertaga tug'ilgan kunim. Chunki 2020-yilda 6-mayda menga Allohim mani ravo ko'rdi. Чуть-чуть, может быть, с узбекским. И sababchi bo'ldilar. Mani shu yerda turishimni, mani ko'pmirim. Mani bugungi kunda просто я благодарю, yana minnatdorchilik beraman mani ustozimga. Chunki 6-mayda menga telefon orqali karantin payti qachonki hech narsani ko'rmasdan просто yaxshi narsani qarindosh bo'lgandan keyin menga telefon qilib, "Gulchehra, men bilaman siz juda yaxshi yashaysiz. Chunki sizga xo'jangiz deb sharoitlar qilib berdilar. Men bilaman, eng sifatli mahsulotni o'zingizga olib kirasiz. No bilaman sizda bitta muammongiz bor, sizning o'g'lingizda allergiya bor. Men hozir harakat qilaman O'zbekistonga qonuniy grillik korporatsiyani olib kirishga. Именно har kuni ishlatayotgan, olib kelayotgan parashok bo'ladimi? Kundalik ehtiyoj uchun mahsulotlarni hammasi eko, tabiiy. Men bilaman siz o'g'lingizga qimmat bo'lsa ham olib kelasiz, lish bu allergiya bo'lmasin. Mana bizning mahsulotlarni ko'ring deb menga tavsiya qildilar. Hech qachon bu kunni unutmayman. Bo'lmasa karantin, qiyin bor, o'zinglar bilasizlar, hammamiz uyda o'tirib qoldik. No, shunaqa o'sha produksiyani slayd orqali ko'rib, shuni ishonch qildim, chunki boshida aytdim, meni missiyam hammaga qarindosh bo'ladi, o'rtoqlarim bo'ladi, hammaga men yaxshi narsani ishlatayotganimni ularga ravo ko'rish uchun ular menga tavsiya qildi. Rahmat sizga, avvalo Allohimga. Ustozim, rahmat sizga. Boshim yerga tegguncha ta'zimdaman. Chunki shu 6-mayda 2020-yilda Dilbarxon Usmonova direktor 5 yulduz meni tug'dilar. Rahmat. Chunki o'sha mahsulot orqali men bu yerga kirib keldim boshqa tarafdan. Hozir bitta video bilmadim ko'rinyaptimi yo'qmi? Qo'yishdi bu video. Muzikasi bormi? Bilasizmi bu video bilmadim. Как sizlar o'ylaysiz, menga o'xshaydimi? Menga o'xshaydimi yo boshqami? O'shamanmi? Yo boshqami? Men hozir o'zim ko'rib olaychi. Вроде menga o'xshaydi. A? Chiqib qoldim. To'g'ri. Продолжение след ko'rib olinglar. A muzikasi yo'qmi ovozi? Чуть-чуть. Я думаю, даже ovozi bo'lmasa ham yurakdan chiqyapti bu video. Naверное, hammalar tushungandirsiz-da. Bu Gulchehra Zahiriddinova. Oldingi bekasi. Qachondir
chiqib, turmushga chiqib, non xo'jayinim hech qachon ishlattirmaganman. Bormi shunaqalar? Ruxsat yo'q. Musulmon ayol uyda o'tirish kerak, bolaga qarash kerak, ovqatlarni hammasini joy-joyida qilish kerak. Bormi shunaqalar? Kadori 30 yildan, balki 20 yillab uyda o'tirganlar. Bu ma'nidir. Bir so'm bir tiyinam uyga olib kirmagan. No, rahmat deyman. Avvalom Allohimga, xo'jayinimga. Chunki meni hayotimni chiroyli qilib berdilar. 2020-yilda 2020-yilda bu men. Hozirga havoraman. Bilasizmi? Mana shu videoni ko'rganimdan keyin men to'g'risi bir mahal o'ylayman deb analiz qilaman deb, это я или нет? Balki bu boshqa Gulchehra Zahriddinova. Keyin qarasam, yo'q, haqiqatan man. Chunki mana shu yerda oldilada oddiy uy bekasi o'tirgan ayol edim. No, Grilliv korporatsiya tufayli sababchi bo'ldi Grilliv korporatsiya. Uydagi yumshoqqina velur xalat, velur shtonlarimni yechib, to'g'risi kostyum shimga almashtirdim. Chunki Grilliv korporatsiya oddiy uy bekasidan bugungi kunda alhamdulillah oldiylardan biznes ledi turibdi. Gulchehra Zahriddinova. Bu degani nima uchun buni gapiryapman? Agar kimdir bitta inson shu ishni, shu mehnatni, shu maqsadni qo'yib harakat qildi, o'zini o'zgartirishga, значит, mana shu yerda o'tirganlar любой buni qila oladi. Men sizga va'da beraman. Endi rahmat. Ko'proq o'ylayotgandir, nimaga unaqa gapiryapti, nima uchun uverin gapiryapti, nima uchun gapirmas ekanman? Конечно, gapiraman. Chunki haqiqatan ham meni kichkina istoriyam bor. Shuni sizga ozgina gapirib beraman. Balkim shu istoriya orqali kimdir o'zini ko'radi. Balkim bugungi kunda unda ham qiyinchilik bo'layotgandir. Balkim o'sha istoriyadan to'xtab turgin. Gulchehra Zahriddinova keldi-ku. Ular uyda o'tiruvdilar. Ular sharoiti bor, bolalari bor, nevaralari bor. Men ne o'tirgan ekanman? Balkim mana bularga o'xshab mana shu yaxtalarga, sayohatlarga boraman deb, imенно prezident William suvda itrofda bo'laman deganlar bordir. Balkim o'sha ichingiz yonadi, uyg'onadi. Siz o'zingizga harakat qilasiz, to'xta
qoldi. Balkim kimdir aytadi, yo'q mayli, mani vaqtim yo'q. Bolam bor, nevaralarim bor, unim bor, bunim bor. Mana xuddi o'shanaqasiga o'xshagan edim. No, 2020-yilda qachon mana shu birlik imkoniyatlarni ko'rganimdan keyin nima uchun men qilmas ekanman dedim. Nuka, agar ustozim Dilbar Usmonova qarindosh bo'lib turib, bo'ldi, men bularni muvaffaqiyat yo'llarini ko'rganimdan keyin bularni havas qildim. Qarasam, produksiya zo'r. Nima uchun men aytmas ekanman? Korporatsiya mahsulotlarini gapirib bergandan keyin korporatsiya rahmat dedi. Uchra Zahriddinova. Siz bu xonadonga savob ish olib kirdingiz, savob mahsulot olib kirdingiz. Chunki siz ularga ravo qildingiz, ximikatdan, imini, har xil kasallikdan ularni himoya qildingiz. Shu uchun korporatsiya rahmat dedi, menga barakasini berishni boshladi. Dedim, agar şimdi menga shu imini balki 30 yilda uyda o'tirgandan keyin, Uchra Zahriddinova, charchamadingizmi uyda? Balkim o'zingizni o'zgartirasizmi? Balki muhitni o'zgartirasizmi? Bolalaringiz 2 farzandim bor, alhamdulillah. Bitta xo'jayinim borlar, boshqa menga keraman, chunki ularni sevaman. Onlarga shukr, hayotimni chiroyli qilib berdilar, rahmat deyman. No, balkim shu hayotimni qachongacha o'tiraman? Kecha mana shuni qila olarmikinman deb, qachon menga shu imkoniyatlarni ko'rsatgandan keyin men aytdim, men buni qilaman. Ustozim menga aytdilar, Gulchehra, har xil holat bo'lib qolishi mumkin bo'ladi. Kimdir yo'q deydi, kimdir ustingizdan kuladi, kimdir masxara qiladi, uydagilar sizni tushunmaydi. Har xil holatlar bo'lishi mumkin bo'ladi. Siz tayyormisiz dedilar. O'yladim. Ustoz, menga aytishadi, Alloh bizga imkoniyat oyog'imiz tagiga olib kelib qo'yadi, hayotni o'zgartirishga. Kimdir aytadi, men o'zgaraman, men chiroyli hayot qilaman, o'zim xohlagan hayotim. Yoki yo'q, bahona qilib, yo'q, bugun emas, ertaga sovuqda yurish kerak, kimgadir gapirish kerak, reklama qilish kerak, uni qilish kerak. Hozirchi bo'laveradi bu hayot. Qarasam, bu hayot haqiqatan ham go'zal ekan. Chunki ko'rdim, ustozni ko'rdim, liderlarni, boshqa insonlarni ko'rdim, havas qildim. Qarasam, nima uchun men qilolmas ekan? Nima uchun men o'qishamaydi? Bu tarafga o'tib qaror berdim, jiddiy qaror berdim. Ustoz aytdilar, "Bo'tga siz yurish uchun sizda juda ham kuchli maqsad bo'lishi kerak." Endi uyda o'tirgandan keyin tasavvur qilinglar, hamma sharoitingiz VIP, hattoki tengda mashina ham bor-da. Umuman o'ylamas edim bironta joyda ishlashga, bironta qanaqadir maqsad qo'yishga. Chunki hamma sharoitni VIP qilib bergandan keyin nima to'g'risida o'ylaysiz? Hamma narsa bo'lgandan keyin menga ustoz, baribir ustoz. O'shanga ustozlarga rahmat deyman, boriga shukr. Chunki imini ichingizni qo'llab o'sha orug'li tochkani topishgan. Balkim sizda bir narsa bordir, который siz aytolmaysiz xo'jayingizga. Balkim qanaqadir nimadir qilmoqchisiz, siz bilasiz, shu ramkadan chiqa olmaysiz. Juda ham buni xohlaysiz. O'ylab ko'ring dedilar. O'ylab ko'rsam, bor dedim. Prosta bu narsa ichimda dedim. Men bilaman, bu narsani naverni men qila olmayman. Buni, как говорится, amalga oshirib olmayman deb. Nima uchun siz shunaqa o'ylayapsiz? Agar siz Allohdan qattiq so'rasangiz, harakat qilsangiz, Alloh ham sizga shu yo'lni ochib beradi dedim. Xo'p dedim. Ishondim, yozib keldim. Ustoz ko'rdilar maqsad daftarimni. Voy, shu ekanmi? Ha, ustoz shu. Bemalol qila olasiz dedilar. Bemalol qilasiz. Xudo xolasa, men sizga ishonaman, siz kuchlisiz deb. Har bitta oldida
siz galochka qo'yib chiqasiz. Bunga erishdim. Haqiqatdan menga ishonyapsizmi ustozim? Ishonaman dedilar. Siz buni uddaleysiz. Mana shu ishonch bilan qaror jiddiy qilib, Allohga tavakkal qilib 2020-yilda karantinda qachon bilasizlar produksiya yo'q. Hammamiz uyda bizni o'sha paytda o'zimni faoliyatimni olib bordim. To'g'ri, har xil sharoit bo'lib qoldi. Ha deydimi, yo'q deydimi, ustimdan kulishadi. Har xil sharoitga bo'lib kelish mumkin bo'ladi. Kimdir hozir bordir shunaqa. Kirib hali balkim daromad topolmayapti. Balkim hali o'xshamayapti. Bormi shunaqalar? Men ham shu narsadan o'tganman. Xuddi shunaqa. Sirazi sizga Alloh shunday yo'lingizni ochib bermaydi. Sirazi bir qadam o, bir qadam buni, yo'q. Hech qachon bu bo'lmas ekan. Siz bunga erishish uchun harakat, doimiylik, vaqt, mehnat, sabr qilishingiz kerak. Albatta, bu ishni qilayotganingizda har kuni sizda ishonch bo'lsin. Qilayotganda avvalo Allohimga ishonch bo'lsin. Ustozlarga ishonch bo'lsin. Korporatsiyaga ishonch bo'lsin. Marketingga ishonch bo'lsin. И, конечно же, o'zingizga ishonch bo'lsin. Agar o'zingizga ishonch bo'lmasa, bu ish sizga to'xtab o'xshamaydi. Menda mana shu ishonch bilan Xorazmlarga borib kelaman, o'tga boraman. Endi tasavvur qiling. Bu yerda balkim har xil sharoitda yashaydigan ahli kelgan. Kimdir zo'r yashaydigan, kimdir baribir qanaqadir sharoitda yashaydi. No, hammada ichida bir narsa bor. Uni shu maqsadiga erishish uchun yo'li bor. Men o'sha yo'lni tanladim. Qanday bo'lsa ham, qiyinchilik bo'lsa ham, men shu yo'ldan to'xtamayman. Hech ham esimdan chiqmaydi. Xorazmlar, sovuqlar, kechirim shunday aytdim. Hali pul topmayapman. O'tda taklifli chiqdi. Men endi aytmayman-ku, yo'q, hali pul topmayapman. O'tda sovuq, yo'l kira qilish kerak. Unaqa hozir bor shunaqa. Yo'q, agar shetga qaror bergan bo'lsangiz, kerak bo'lsa o'sha yerga ham borasiz. Qanday bo'lsiz? Birinchi berasiz, keyin sizga Alloh berar ekan. Shunaqa. Bu qonun, bilinglar. Kimdir o'ylaydi, men ertaga bermasdan olaman birinchi. Hech qachon bu bo'lmaydi, bilinglar. Siz shunga harakat qilib, mehnat, balkim siz pulingizni ham xarajat qilasiz. Ana o'shandan keyin sizga Alloh beradi. Xorazmga bordim, hali pulim yo'q, topmayapman. Gostinsiy to'lamayman, chunki yo'q pulim. Rahmat deyman, shunday shukr qilaman. Har bitta narsaga undan keyin yana shukr qilishni boshladim. Chunki rahmat, bitta ko'rpacha solib berishdi menga zalga. Sovuq, Xorazm bilasizlar, juda ham sovuq. 3 kun yotganman, chunki ishlashga borganman. Kechasini 3 kun uxlamaganman. Nimaga deysizlar? Sovuqdan. Shimadanda bor narsani, hattoki sapagida, paltoda, shapkada uxlaganman. Chunki men sovuqqa yo'qman, umuman titrab turaman. Bo'ladi-ku, siz titraysiz, o'zingizni bo'sh ushlamaysiz. Mayli deyman. Kechasi uxlamasdan ertalab xuddi hech narsa bo'lmagan. Chunki Alloh menga shu sinovlarni bermadi. Yana prezentatsiya, harakat, duh baland. O'zim hayronman bo'lardim. Qattam shuncha, endi tasavvur qiling, 30 yil uyda o'tirasiz, sizni xo'jangiz hamma deb sharoitda berasiz deb, xuddi zalotoy kletkada o'tirasiz deb, irash chiqib ketdingiz deb, o'zim hozir o'shani o'ylasam, qo'rqib ketaman. Bitta uzr Xorazmga ketaman, o'tga ketaman, Kolxozobodga ketaman, Tojikistonga, unga ketaman. Voy, hech qachon esimda bo'lmaydi Kolxozobodga kelganda qishloq, no, o'shandan keyin shukr qilishni boshladim. Sharoit umuman yo'q. Tasavvur qilinglar, bilasizlarmi qanaqa prezentatsiya o'tardim. Soat 5-6da svet o'chadi. Endi u 5-6da yotib olmaysiz-ku, уже
qorong'i tushdi, sovuq payti. Boshimga mana bunaqa narsa kiydirib qo'yishardi, ana mana bu yerda lampochka. Mana bu yerda lampochka. Mana shunaqa qilib prezentatsiya uchun kerak, bitta qog'oz berib qo'yishgan. Xo'p, shunda yozaman, qarayman deb, keyin qarayman. Kim menga qaryapti? Tushundinglarmi? Meni tushunmadinglarmi? Savol beraman, keyin yana yozaman, keyin qarayman. Mayli. Zato hozir ko'rib, balkim o'sha paytda yig'lagim kelardi. Sharoiti yo'q, suv yo'q, ko'chiqlar komfortdan chiqqan qatlaga kelib qoldim. Yo'q, duh baland. Mayli. Har xil, endi bilasizlar o'sha nayoqqa uzru, no aytaman. Hojatxonaga vobshe qo'rqardim borishga. To'g'risi qo'rqardim. Chunki svet yo'q. Svet yo'q. Naryoqda dalada ekan. Mayli. Bordim o'zim qimmat telefonim bilan endi svet kerak, u qorong'i. Borgandan keyin mayli deyman. Men kulgisi uchun emas. Men просто aytaman, что mana shu yo'lda siz komfortda muvaffaqiyatga chiqmaysiz. Diskomfortga tayyor bo'lsangiz, ana o'shandan keyin siz bir narsa erishasiz. O'shanga borgandan keyin lamponaga telefonim bilan bundoq qarasam, mana bunaqa ikkita перегородка turibdi. Bo'pti, mayli, kirdim, ko'rdim Maryona. Endi tushunmasa harakat qilaman desam, orqadan qo'ylar bilan sigirli menga qaryapti. Voy dedim, endi qanday borasiz? Endi qani uyalasiz-ku, ming hayvon bo'lsa ham sizga marasa bag'ana qilsa. Voy dedim, Alloh, nima qiling? Nima qiling? Yoki shtoningizga, yoki o'shaga, yoki qarab tursin. Nima qiling? Boshqa variant yo'q ekan. Mayli dedim. Pijama esimdan chiqmaydi. Har xil sharoitga bo'lsa, balkim hozir kulasizlar. Nima bilasizlar? Rahmat dedim kimga? Krif korporatsiyada. Yaxshi bizda ming xil salfetkalar bor. Hojatxonaga salfetka, yuz uchun salfetka, bunaqa bor. Har xil narsalar bor deb o'shamdan bir chimadan kiyim olmas edim. Faqat shu salfetkalar shu o'zim uchun olardim deb, prezentatsioniy material olardim. Nechvo 2 haftalarda yurardim cho'milmasdan. Har xil. Nozatur eng kayf degan narsa bilasizmi nimasiga? Bilasamchi? Qachon balkim kiygan qoldingiz, chochingiz farqi yo'q. Endi nari anaqalardan zato uyga, Toshkentga, o'zim uyimga komfortga kelaman. Srazu vannaga kiraman. 2 soat menimcha cho'milaman o'sha yerda. Har xil ertalab maza qilib uxlayman o'zim postelimda. Zato ertalab soat 8 da o'sha Alloh sizni o'sha yerda mehnat harakat qilganingizga Allohim sizga o'sha barakasini berayotgan ekan. Ko'rganingizdan keyin qilasiz telefoningizni. Ko'r bo'ladimi? Mikro bo'ladimi? Farqi yo'q. Mana shunga shukrona qilib kelasiz. Rahmat deysiz Allohimga. Rahmat deysiz ustozlarga. Rahmat deysiz komandalarga. Chunki komandalar bo'lmaganda bo'lmas edi bu. O'zingizga rahmat. Chunki siz buni uddaladingiz. Yana eng zo'ri, shunaqa harakat qilasiz, cho'milasiz, ertalab mundoq qarasiz, menejer bo'ldingiz, mundoq qarasiz, starshi menejer, direktor, starshi, direktor 1 yulduz imana, direktor 2 yulduz oliylarda turibman. Ko'rdinglarmi? Bu zo'r narsa. No bu ham mayli. Orliqli tochka. Balkim shu yerda o'tirgani bor. Mani xo'jayinim ruxsat bermayapti, chiqartirmayapti, unaqa qilyapti. Siz o'ylayapsiz, Zahriddinova Gulchiqrani shunday chiroyli qizni qo'yib yubordilarmi? Aha. Hech qachon uydan haydab yubordilar. To'g'risi, shuni aytaman, haydab yubordilar meni. Kulvosi Rayhon. To'g'risi aytaman. Mani Alloh
ularga yoqmas. Men tasavvur qiling. To'g'ri, o'shanda balkim aybdorman. Chunki shunaqa kirishib ketdim. Mana shu grillifga shunaqa harakat qilaman. Chunki ustoz oldidan o'zimga ham Allohimga va'da berganman. Mana shu galochkalarni hammasini men uddalayman, qila olaman. Qanday qiyinchilik bo'lmasa ham. Chunki bilaman, Alloh baribir berguchi. Harakatingizga baribir sizga barakasini beradi deb duh baland faqat grillif endi to'g'ri, balkim o'zimni onalik, turmush o'rtoq vazifani bajarmay qoldim. Vaqtida ovqat bo'lmay qoldi, vaqtida yeyishtirib olmay qoldi. Bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin bo'ladi. No, o'shanda balkim shunchalik grillifga berilib ketdim, shuni bu tarafini unutib qo'ydim. Mayli, janjal, urush, uydan haydab yubordilar, yig'lab chiqib ketaman deb qilib, ну и что, haydab urasiz mani, ketdim. Komanda uchun. Endi komandaga ko'rsatdingiz, biz kuchlimiz. Biz faqat pozitiv berishimiz kerak debchi, boraman, ishlab kelaman, yana janjal. Keyin yana urishadilar, baqiradilar, haydadilar, ketdim regionga bir haftaga. Mayli, men xafa bo'ldim ulardan deb ishlayman. Umuman o'ylamayman. Mayli, Xudo xolasi ishonaman, bir kun keladiki shunaqa. Albatta, meni xo'jayinim, meni faoliyatimni qabul qiladilar, har kuni meni duo qiladilar. Bu hali bo'lmayapti. Bir kun shunaqa bo'ldiki, bilasizmi? Menga bu bo'lib qo'ygan. Просто menga telefon qilyaptilar ustozim Elbar Usmonov. Endi qarindosh bo'lgandan keyin men bilmagan holda ularga bir oydan beri meni qizim telefon qilar ekanlar. Dilbar, iltimos, onamga ayting, grillifni tashlasinlar. Har kuni adam urishyaptilar. Bizni uyga bolalar bilan qo'rqoman boshqa. Men qaytadilar, baqiradilar, to'ji baqirib ketadilar, sizni xafa qilyaptilar. Bu har xil gaplarni endi erkak bo'lgandan keyin shunday bo'ladi. Mana shunaqa, men уже charchadim buni eshitganimni. Men xohlamayman qilyaptilar deb. Пожалуйста, onamga ayting, shu ishni to'xtasinlar deb. Men bunda xabardor yo'qman. Chunki har kuni grillif, xonimga kirib ketdi grillif. Ketolmay, hech qayerga qaramayman. Duh baland energiya, вообще super. Bu tarafı bilmayman. Endi unisi qilayotgan ekan bo'laga, bunisi har bir tarafdan qarindoshlar napadeniya qilyaptilar. Ustozim deb. Rahmat sizga ustozim, boringizga shukr. Chidaganingiz uchun mashhur. Keyin bir kun menga telefon qilyaptilar, ustozim, "Bu chiqib yaxshimisiz?" Zo'r. "Ishlaringiz yaxshimi? Komandalar hammasi yaxshi?" Zo'r dedim ustoz. Menda har doim zo'r. Yo'q, men bilaman, siz juda ham zo'r harakat qilyapsiz. Ko'ryapman, mehnat qilyapsiz. Ichingiz qaynab qoldi har kuni, dedim. Nima edi ustoz? Tinchlikmi desam, men sizga bitta narsa aytmoqchi edim. Men sizga bir oydan beri уже menga sizni qizingiz telefon qilyaptilar. Barabar shunaqa deb. O'g'lingiz qilyapti, ovsinim qilyaptilar, chunki qarindosh primoy bo'ldi. Men bilaman, sizni uyingizda notinch. Shunday chiroyli ahil oila, bilmaman har kuni janjal bo'ladi. Shu dedim ustoz, zo'r bu hammasi. Meni aldamang deyaptilar. Men hammasini bilaman dedilar. Shu uchun men sizdan 1000 marta roziman. Tushunmadim gaplariga dedi. Men sizdan roziman. Grillifni tashing. Tushunmadim. Qanday tashing? Bizni bo'yda har kuni grillifga kelinglar. Grillif zo'r, grillif ekoproduksiya zo'r, imkoniyati zo'r, sayohatlar zo'r, daromadlar zo'r etib tursam, siz meni haydamasizmi dedim. Yo'q, men sizni haydamayapman. Просто menga sizni tinchligingiz kerak. Men katta ustoz sizga buni aytishim kerak. Ertaga men sababchi bo'lib qolmay, sizni uyingizda nimadir bo'lib qolishga men xohlamayman. Lutch tinchgina bu ish tashing. Men sizdan 1000 marta roziman qilgan mehnatlaringizga. Eshitdim, yo'q dedim.
Yo'q dedim, ustoz. Nima desangiz ham mayli. Xo'jayinim haydasalar, ajrashsalar, mayli. No grifdan to'ki mana shu har bitta orzu maqsad oldida galochka qo'ymaguncha men to'xtamayman. Men bilaman, mayli. Balkim bugun emas, no ertaga albatta kim meni ustimda kulgan, kim menga ishonmagan bo'lsa, hali o'zini gaplarini o'ziga oladi deb bekor shunga ishonmagan ekanmiz. Bekor shunga bormagan ekanmiz. Bekor shu Gulchehraning ustida qiynaltirdi. Dechib, yo'q dedim. Ustoz, nima bo'lsa ham men tashlamayman. Endi men, конечно, bilaman, xo'jayinim meni yaxshi ko'radilar. Bunda chiroyli Gulchehra Zahriddinova qatl topadilar. To'g'rimi? Shunda chiroyli, alhamdulillah, ikkita farzandi tug'dirdi. Mana shunaqa, mana 4 nevarali, 18 yosh, chunki o'zimni sevaman. Endi o'zinglarni hurmat qilsanglar, hurmatli ayoljonlar, baribir вас никто не полюбит. Первое вы должны себя смотреть. Если вы будете ухожены, если o'zingizga qarasangiz, sizni uydagilar shunda ko'taradi. Все в нас. И, конечно, уверен bo'lgandan keyin shunda xo'jayinim keldilar, xafa bo'ldim, hech narsa demadim, mayli dedim, xudo xolasa ko'rsataman. Endi vaqt o'tdi, yana harakat. Axir Allohim shu kunni oldimga olib keldi. Moskvada 2020-yilda o'sha har yil biz o'shanda o'sha korporatsiyaning tug'ilgan kuniga biz Moskvaga borardik. Men ham o'shanda bordim. Manzura, qachon siz mana shunaqa o'tirasiz, sizni slaydda ko'rsatyapti Gulchehra Zahriddinova 900,000 rubl. Bu degani 54 ta o'zbek ayol Grif korporatsiyada ishlagan O'zbekistondan borib, har bittasi mana shu sahnada chaqirib, har bittasi plakat berishdi, avtopromotion g'olibi. Zo'rmi? O'shanda meni eng birinchi, meni eng katta natijam, chunki o'sha 900,000 rubl men где-то $15,000 ga to'g'ri keladigan. Zo'rmi? Endi shunaqa turkman, endi tasavvur qiling, mana ko'plab o'zbeklar, qirg'izlar, qozoqlar Rossiyaga borib, kechirasiz u gastrobayter bo'lib ishlab kelyapti, to'g'rimi? Qora ishchi bo'lib. Bu yerda tasavvur qiling, Rossiyalar hammasi tan olishdi. O'zbekiston, Qozog'iston, musulmon ayollarga, chunki bizni g'olibimiz. Bizga imkoniyat ber ayollarga. Biz betonni yorvoramiz, to'g'rimi? Chiroyli imkoniyat. Kimgadir borib gastrobayterga kelgandan ko'ra, mana shu Qirg'izistonda, O'zbekistonda, Qozog'istonda oyoq tegigan Allohim grinik olib kelib qo'yganini, imkoniyatlarini qilamiz-ku, qildik. Biz shunaqa mana shu plakatlarni ko'taribamiz, ko'zimizdan yosh oqib ketyapti, bir-birimizga qaramamiz, ustozga minnatdorchilik bildiramiz. Ustoz, biz g'olibmiz. Bizni uddaladik. Shunaqa hamma mana shunaqa katta zal, hamma korset chalyapti bizga. Oddiy qishloqlardan, har xil sharoitdan kelgan o'zbek ayollar mana shu sahnada g'olib bo'lib turishdi. Mana shu eng zo'r. Nima uchun buni gapiryapman? Chunki keyin shunaqa sahnadan tushgandan keyin, zalga o'tirgandan keyin kimga telefon qildim? Nima deb o'ylaysizlar? Birinchi bo'lib xo'jayinimga telefon qilib, rahmat dedim. Lazzaka, boringizga shukr. Mana eng birinchi natijam $15,000 hozir hammani oldida sahnada berdim. Siz menga ishonmagansiz. Men sizni yaxshi ko'raman dedim. Boringizga shukr dedim. Bu sizga padarka, mendan dedim. Mana ko'rdinglarmi? Eng qizig'i nima uchun buni gapiryapman? Ertasiga o'sha kun emas.
ertasiga bo'lgan voqea. Ustozdan Rossiya iltimos qildi. Qandoq qilib o'zbek oddiy ayoli shunaqa rezultatni ko'rsatdi. Bugun qisqa vaqtda 54 ta avtopromotionga, sayohatlarga g'olibi bo'lib turishdi. Mana shu yerda o'sha moliyaviy erkinga chiqqan ayollar turibdi deb iltimos qilishdi, trening o'tib berishdi. Shundan ustoz 4 ta literni tanladilar deb biza galma-gal sahnaga chiqdi. Endi ularga perevod qildim, chunki yaxshim, rahmat ota-onamga deyman, chunki rus maktabi bitirgandan keyin Onsoro menga bo'ldi rus tilida. Ularga perevod qildim, ularning istoriyasi, buni istoriyasi, bu keyin meni istoriyamga keldi. Chunki ularga ham qiziq. Oddiy uy bekasi, 30 yil uyda o'tirgan, который bir so'm bir tiyinam olib kirmagan, na bironta kompaniyada, na bironta davlatda ishlaydigan ayol mana shu sahnada g'olib bo'lib turishim ularga qiziq. Maysetivik bo'lmaganmi? Hech qanaqa, faqat ichimda yonadigan maqsadim bor edi. Maqsadim, agar o'qildim, nima uchun men qilmayman? Men har doim o'zimga yetardim. Meni joyim mana shu joyda, sahnada, u yerda emas. Men hech kimga tavsiya chalmayman. Menga hamma chalsin. Shunaqa turdim. Endi kim meni qanaqa tushunadi bilmayman. Har doim mana shu yerga harakat qilardim, mana shu joyda bo'lishga. Meni Alloh shu sahnada berib qo'yibdimi? Oilariga shukr, rahmat sizga, hammaga. Chunki bu yerda o'zim mana shu yerda turmas edim. Nima uchun buni aytmoqman? Qachon o'zimni istoriya gapirayotganimda bir mahal meni bitta shogirdim bor, Nargiza. Ular meni xo'jayinni yaxshi, biz bordi keldik qilamiz. Ular telefon qildilar, men bilmayman, sahnada gapiryapman istoriyani. Shundan aytibdilar, mana hozir men bitta videoni ko'rsatsam bo'ladimi? Tushunmadim. Хорошо dedi deb chiqdilar, haligacha shu video saqlangan. Bir mahal qarasam videoda meni xo'jayinim, tushunmadim, nima qilyapti Nargizada meni video xo'jayinim. Ular оказывается bilmagan holda ular telefon qildilar. Hozir bu chiqib sahnadalar. Gapiryaptilar istoriyani. Bir narsa salom alaykum qo'ymaysizmi ularga? Men ularga ko'rsataman deb. Voy, men bilmayman. Akasi xo'jayinim chiroyli soqollarini olib, kostyum shim kiyib, divanga o'tirib, xuddi prezidentni bayramlarda bir narsada tabriklaydilar-ku. Shuna o'tirib video обращение qilyaptilar Grilivga. Endi men sizga qisqa shuni gapiraman. Videoda o'tiribdilar, endi xo'jayinim juda ham balandlar, prezident akademiyada o'qiganlar, juda ham такой demoqchiman, juda образованный такой-da. Вот. И shundan gapiryapti. Endi rus tilida tushunasizmi? Здравствуйте, дорогие партнеры, быстро гапарадыр. Здравствуйте, дорогие партнеры и лидеры компании Грилив. Я Захридинов Лазиз Гулямович, супруг вашего активного партнера и лидера Гульчихры Захридиновой. Я хочу сказать, я горжусь вами всеми. Вы молодцы. Вы очень делаете хорошее дело для всего человечества. Вы защищаете каждую семью от химии и не вредите окружающей среде. Я вас верю. Вы молодцы. У вас очень хорошая миссия. И я очень рад, что с вами вместе работает моя любимая жена, моя супруга Гульчихра Захридинова. Я айтмокчиман, что я ее очень люблю, и я ей фахрланаман, горжусь. И охрда этого Грилив, ура! Endi hozir buni gapiryapman. O'sha paytda ko'zimdan yosh oqib ketdi. Qachondir menga ishonmaganlar, qachondir uydan haydab yuborganlar, qachondir pul bermaganlar, o'shanga noiloj qaytadir mayli bitta non yesam ham no'zata shukurni qilardim. Shu bir non harakat qilardim. Chunki yurak ichida bilardim, baribir qachondir meni
duo qiladilar, mani mehnatlarimga rozi bo'ladilar deb buni ishonganman. Faqat oldiga harakat qildim. Mana o'sha даже o'sha $15,000 emas, ko'zimga ko'rinmadi. Eng menga zo'r bo'ldi. Что eng yaqin insonim mani mehnatlarimni qabul qildilar. Endi bundan keyin har kuni mana 3 yildan beri ularni birga sayohatga olib borib kelaman. Mani полный mani поддержкам. Qayerga bormasam, 10 salmon, rahmat sizga boringiz shukur. Yo'q bo'lsangizam, chunki qachondir ular mani hayotimni chiroyli qilib berdilar, действительно. Но bugungi kunda alhamdulillah, Allohga behisob shukur, Green korporatsiya orqali mazat hayotimni qilaman, как я хочу. И mana shu orzularimni oldida почти ko'plarga галочка qo'yib qo'ydim. Chunki balki bilmayman kimda qanaqa bo'ladi. No mani eng такой yana bitta oroli точка edi, o'zimni eng yaqinlarimga yordam berishga. Chunki bilasiz, sizni yaqinlaringiz har doim yaxshi sharoitda yashamaydi. Даже onangizga ham qachondir ukangizdan yordam bera olmaydi. Qachon onangiz onkologiya bo'lsa. Onkologiya bo'lgandan keyin bilasiz, juda ham ko'p dori-darmonlar kerak bo'ladi. Lecheniya, ovqatlanishlari kerak bo'ladi. Har doim yaqinlaringizni bo'lmaydi sharoit, ularga chiroyli xolodilnik to'ldirishga. Rahmat deyman Green korporatsiya. Chunki mana shu oddiy uy bekasiga berdi imkoniyat bugungi kundan onamlarni rozi qilaman o'zim, jiyanlarimni, yaqinlarimni. Ustoz aytgandek, zakot beruvchi shetda bo'lganimga minnatdorman korporatsiyaga. Chunki haqiqatan Green ustoz aytgandek ilohiy biznes. Bizga imkoniyat beryapti, nafaqat o'zingizni hayotingizni o'zgartirishga. Men juda xursandman. Mana bu yerda mani liderlarim, brilliantlarim o'tirishdi. Qachondir ular minusga ustoz aytgandek kirib keldi. Kimdir nimadir, kimdir Rossiyada ishlagan, bu yerga kela olmasdi. Alhamdulillah, men juda xursandman. Что men qanday o'zimni anaqasini hissamni, правильно сказать, hissamni qo'shdim sizlarni o'sishinglarga. Chunki rahmat deyman ustozga, rahmat. Qozog'istonga borganimizda siz endi nimani olib ketdingiz? Boshim yerga tegguncha ta'zimdaman. Ayman, rahmat sizga. Что Qozog'istonga ustozga borgandan keyin siz qabul qildingiz bizani. Rahmat Ro'za Abdullayevna, sizga boshim yerga tegguncha ta'zimdam. Chunki 27 siz как пчелки ishlaysiz. Boringizga shukur. Mana shunaqa grandiozniy международный imperiyalarni olib kelgani uchun rahmat sizga. Chunki mana shu siz sababchi bo'ldingiz. Mana shu yerda butun Qirg'iziston katta imperiya, boy, millioner, milliarderlar mana shu birinchiliklarda. Xudo xolasa sizlar ham bo'lasizlar. Chunki siz eng zo'r joydasizlar. Men juda ham xursandman. Mana Asel xanum, Burul, Rayhan, Zumrad, все, если hozir aytsam, чачики, моя дорогая, rahmat sizga, boringizga shukur. Вы своей энергией, своей уверенностью Qirg'izistonni Rossiyada ko'tardingiz, rahmat sizga. Chunki действительно там они поверили в себя, поверили, вы дали эту уверенность. Спасибо вам большое, потому что многие сюда приехали, они покинули те страны, потому что у них не было возможности здесь. Убайдулло, извиняюсь, Убайдулло, мой дорогой, я очень рада, что ты здесь. Удачи тебе, процветания. Ты, несмотря на свой возраст, ты просто грандиозные дела делаешь. Я никогда не забуду твое видео, когда ты говоришь: мои дорогие, я вас выведу на достойную пенсию. Ушанда 16 yoshdagilar. Ну это же супер. Qachon korporatsiya yoshga qaramaydi. Imkoniyat hammaga beradi.
16 yosh bo'ladim, 18 yosh bo'ladim, 20, olima bo'lasizmi, professor bo'lasizmi, farroshlik bo'lasizmi, uy bekasi bo'ladim. İmkoniyat hammaga bir xil. Faqat qaror o'zimizda. Mana shu bo'lgan uy sharoitida yashaymanmi, mana shu muhitda yoki yo'q. Mana shu oldida o'tirgan liderlarga o'sha 2 martadan tekinga sayohatlarda, mana shu yaxtalarda, yangi o'zi xohlagan videoda ko'rgan, o'zi xohlagan mashinasida, o'zi xohlagan uyida, o'zi xohlagan bolalarini institutlarga, oliy ma'lumotlarga olib boradigan xohlaysizlarmi? Eliniyat, mayli, ular qilursin, ular borursin, menga divan yaxshi. Menda xohlamayman buni qilishni. Mayli. Biz dalshi ketaveramiz. Biz to'xtamaymiz. Chunki ko'plab, minglab insonlar hozir kelyapti. Men ham sizga o'xshamoqchiman. Qo'limizni qattiq ushlab, dalshi ketyapti bizlar. Biz o'ylagan charchamaymiz o'sha chiroyli yo'lni ko'rsatishga. Поэтому men sizlarni hammalarni tabriklayman. Chunki sizlar eng zo'r joydasiz. Ishoninglar, mana ertaga уже 6 yil bo'ladi Greenevga kirganimga. Bugungi kunda shunaqa Qirg'izistonda, Qozog'istonda shunaqa zyozdочкаlar chiqib kelyapti. Bizlar mana shu 6 yilda natijaga chiqqanim 1,5-2 yilda shu natijaga chiqib ketishyapti. Respekt. Вы молодцы. Желаю вам всем удачи, процветания. Никогда не останавливайтесь. Верьте Аллаху, верьте в корпорацию, верьте в продукцию, пользуйтесь продукцией, говорите всем, смеются над вами, выгоняют. Karurila. İslam bizga o'xshab mana shunaqa videolarni, o'zingizni videoni yaratasiz. O'sha videoda xohlagan narsangiz bo'ladi. Uyingiz ham, mashinangiz ham, sayohat, hamma shunaqa zavqda siz bilan faxrlanadi. Rahmat sizlarga. Спасибо вам всем за все. Boriga shukr. Верьте и никогда не останавливайтесь. Если bizga o'xshadi, albatta hammalarga o'xshaydi. Потому что Аллах всех нас любит. Аллах всегда с нами. Rahmat. Gronchi.